yoshligidan mehnatga o'rgatishlik muhim hisoblanadi. O'ziga kerakli bo'lgan narsalarga o'zi harakat qilishligiga o'sha kichkinaligidan 2-3 yoshligidan bir narsalarni olib kelib ber. Bu ishni o'zing qil. Yegandan keyin ovqatingni masalan idishini o'zing olib borib qo'y degan mayda kichkina bizga e'tiborsiz ko'rinishi mumkin bo'lgan ishlar bo'lsa ham ana shular bilan mehnatga o'rgatishligimiz kerak. Hamma narsani boshqa odamlar qilib berib o'rganib qolgan oiladagi farzandlar katta bo'lgandan keyin qiynaladi. U alhamdulillah ne'mat, bugungi kunda ota-onasini imkoni bor, shunaqa holatni, sharoitni qilib berdi. Lekin bu sharoit doim bo'ladi deb hech kim kafolat bermaydi. Sharoit o'zgarsa, bu farzandlar ana shunday oilada tarbiya topgan, voyaga yetgan farzandlar tushkunlikka tushib qoladi, qiynalib qoladi. O'rganmagan narsasini qila olmaydi. O'zini mehnati bilan topgan narsadan taomlanish eng yaxshi taom deb mana shu taomni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vasf qildilar. Bu fazilat. Ertaga bu oila boqadigan, oilani tarbiyasi bilan shug'ullanadigan insonlar bo'lib voyaga yetish kerak farzandlarimiz.